Elon Muskning boyligi oshishda davom etmoqda. Forbes jurnalining yangilangan baholariga ko'ra, Tesla va SpaceX kompaniyalari egasi Elon Muskning jami aktivlari 749 milliard dollarni tashkil etdi. Avvalroq tahlilchilar tadbirkorning boyligini 677 milliard dollar deb baholagan edi. Shu tariqa Musk tarixda boyligi rasman 600 milliard dollardan oshgan birinchi insonga aylangan edi. Ko'rsatkichlarning keskin o'zgarishi qisqa muddatdagi real daromadlar bilan emas, balki nashr tomonidan aktivlarni baholash metodologiyasi yangilangani bilan izohlanmoqda. Raqamlarning qayta ko'rib chiqilishiga Delaware shtati Oliy sudi qarori sabab bo'ldi. Sud 2018-yilda Muskka berilgan Tesla aksiyalari bo'yicha opsionlar paketini haqiqiy emas deb topgan avvalgi qarorni bekor qildi. Mazkur paket hozirda taxminan 139 milliard dollarga baholanmoqda. Sud jarayonlari davom etgan davrda tahlilchilar ushbu paket qiymatining faqat yarmisini hisobga olgan. Mojaro tadbirkor foydasiga hal bo'lgach, opsionlar qiymati to'liq hajmda reyting hisob-kitoblariga kiritildi. Xabar bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring hamda Capital.uz kanaliga obuna bo'ling.